Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana xudo xolasa Nexia 3 mashinamizga mana bu yerda mana. Davay tez-tez qo'ying, Ozodbek, ulayk tez-tez. Ozodbek, tez-tez ulayk. Qo'y tez-tez, voy. Mana xudo xolasa Nexia 3imizni kraska qildik, yig'ilyapti bu. Oldi bamperni qo'ygan desam, mana shu Ozodbekimiz, mana shogirdimiz. Mana shu bamperni ko'tarib ketdi. Shu tushaman endi shunga. Nima deysizlar? Hamda pastga qo'ychi. Ozodbek, bunga tusham bu? Ha? Ketdi nari orqa bamperni olgani ketdi. Lasettin orqa bamperni olib keladi. Mana. Birinchi mana buni olib orqa bamperda Lasettinikini. Keyin buni olib mana endi o'zi ana bu ishi bitmachida o'tib olsa bo'ldi. Eshak minor burgan qolganda bu eshak o'tsa eravas qolib ketaveradi. Bu o'zi o'tyapti, qolib ketyapti, ishi yo'q ag'i bilan. Bu Nexia 3imizni bamperni yarmi kraska bo'ldi, yorma qanoti yangi qo'yildi mana. Bu krilo yangi qo'yildi. Mana xudo xolasa qanotni kraska qilib qo'yapmiz, bamperni ham yarim kraska bo'ldi. Ozodbek, qoch. Ha, qaysi ekan bamperi? Shumi ekan? O nariga qaysiniki ekan? Nimaniki ekan u? Lasettiniki. O, mana Lasetti turibdi. Ana nomeri ham turibdi orqasida 714. Oldi bamperni bunga ko'tarib kelyapsiz, cho'm. Ana, shuna o'rganamiz. Mayli, o'zimiz ham shuna bo'lganmiz. Mana xudo xolasa bu laboga bortini petlalarni sorka qilyapmiz, aylanasini hammasini. Eshiklar regulirovka bo'lyapti. Bu Lasettimiz yo'llari chirigan chaqa-chuqa joylari atrof kraska bo'lyapti. Mana Kia'mizni dugasi-yu oldi bamperi kraska bo'lyapti. Qolgani kraska bo'lgan. Mana xudo xolasa yigitlar orqalarini tunikalarni zaklovka urish bilan ora olishyapti. Xudo xolasa taglari ham kraska bo'ldi buni. Qizili qizil, qorasi qora, tagli hadovoylari hamma joyi kraska bo'ldi. Diskalari, oldi diskasi seriya bo'ldi mana. Boltlari qora. Xudo xolasa yig'ilyapti bu ham. Bular bu o'sha hozir aytganda eshiklar regulirovka, petlalari mana qo'yilyapti. Hammasi yangi qo'yilyapti. Diyorbek, siz ham qo'yasiz bunga bosh mashinanikini?